Assalomu alaykum hammalarga. Bu videoyimizda hozirgi paytda biror bir ishda ishlayotgan, lekin shu bilan birgalikda parallelni qo'shimcha daromad topishni xohlayotganlar uchun bo'ladi. Bunaqa insonlar bizga ko'plab yozishibdi va qo'shimcha daromad topish uchun qaysi bosqichlarni bosib o'tishim kerak, uzun marketda o'z faoliyatimni boshlashim uchun nimalar qilishim kerak degan savollarni qoldirishibdi. Hozirgi videoni oxirigacha ko'rsanglar, o'sha o'zingizlarni ishinglar bilan parallelni birgalikda qanaqa qilib bu faoliyatni boshlashingiz mumkin, qaysi bosqichlarni bosib o'tishingiz kerakligi haqida aniq to'liq ma'lumotga ega bo'lasizlar va videoni oxirida sizlarga qo'shimcha yana takliflarni ham bildirib o'tamiz. Nima uchun bu mavzuni sizlarga yoritib berishga qaror qildim? Chunki aynan shu bosqichlarni men o'z hayotimda bosib o'tganman va mana shu tajribalarim bilan sizlar bilan bo'lishi lozim deb topdim. Men davlat ishida ishlab turib, uzun marketga qiziqishni boshlaganman, lekin uzun marketgacha onlayn savdo bilan shug'ullanib, parallel ravishda asosiy ish faoliyatimdan ajralmagan holatda parallel ravishda shug'ullanib kelardim va uzun marketda faoliyat boshlaganimdan keyin asta-sekinlik bilan asosiy ish joyimdan oladigan oyligimga nisbatan uzun marketda olayotgan foydam yaxshilashishi boshlagandagina bu asosiy ish faoliyatimdan cheklanganman. Nimagaki vaqt yetishmovchiligi bo'lgan va uzun marketga fokusimni ko'proq bersam, daromadim yaxshiroq bo'lishini tushunishni boshlaganman. Shu uchun sizlarga ham maslahatim, agar siz xoh davlat ishida bo'lsin, xoh o'zingizni biror bir sohangizda ishlab turgan bo'lsangiz, birdaniga ishdan aslo bo'shab olishinglarni tavsiya bermayman. Uyda o'tirgan holatda bo'lasizmi, ishlab turgan holatda bo'lasizmi, har qanaqa holatda eng avvalo bu ishni oldin negizini tushunib olishingizga to'g'ri keladi. Agarda siz o'zingiz davlat ishida faoliyat olib borayotgan bo'lsangiz, YTTni o'z nomingizga ochmasligingizni tavsiya beraman, chunki qo'shimcha qiymat solig'i sizning nomingizga chiqib keladi va sizning o'sha daromadingiz kamayishiga sabab bo'ladi. Keyingi bosqichda yana ham siz ahamiyat beradigan narsangiz, birinchi bosqichda katta summa tikmasligingizni maslahat beraman. Ya'ni birinchi bosqichda sizda foyda yo'q, faqatgina o'rganish jarayoni bor. Birinchi 2 oylikda, 3 oylikda siz faqatgina ishni o'rganasiz va undan keyin foydaga kirishni boshlaysiz. Agarda birinchi bosqich o'zida siz kattaroq summa kirgizib qo'yadigan bo'lsangiz, agar xato bo'ladigan bo'lsa, o'sha kirgizgan summangiz muzlab qolish ehtimoli bo'ladi. Endi ish faoliyatingizni boshlayotganingizda aslo qarz yoki kredit olib ish boshlashingizni tavsiya bermayman. Nimagaki, hali ishingiz yaxshi o'xshab ketadimi, ketmaydimi, bu mavhum va sizni olgan qarzlaringizni to'lashingiz kerak. Kreditlaringiz tezda oyma-oy aylanib keladi va to'lamay qoladigan bo'lsangiz, siz moliyaviy o'sha krizis holatiga tushib qolish ehtimolingiz katta bo'ladi. O'zi har qanaqa biznesda ham, har qanaqa holatda ham qarz va kreditni aslo tavsiya bermaymiz. Aynan shu bosqichda qanaqa tovarlar bilan kirgan ma'qul degan savol tug'iladi. Bu bosqichda qanaqa tovar bo'lishini ahamiyati yo'q. Imkon qadar arzonroq, kichikroq, katta mablag' talab qilmaydigan mahsulotlardan 3 xil yoki 5 xil mahsulotni tanlab turib, shu mahsulotlarni uzun marketga sotuvga chiqazib, faqatgina o'rganib olishingiz tavsiya beriladi. Oldin o'rganib oling, chunki bu bosqichda sizda na bilim bo'ladi, na tajriba bo'ladi. Har qancha sizga ustoz tomonidan tushunchalar berilgani bilan, nazariy bilimlar berilgani bilan siz hali amaliyotchi bo'lmagan bo'lasiz. Amaliyotda bu narsani qo'llab ko'rmagan bo'lasiz. Shu uchun kichikroq, arzonroq mahsulotlarni qo'yib ko'rish kerak. Qanaqa ishlash algoritmlarini, strategiyalarini o'rganib olish kerak. Ana undan keyin siz o'sha pulingizni kirgizib, sal bo'lsa ham bilim bilan, tajriba bilan, ilm bilan keyin tovarlarni tanlashingiz mumkin bo'ladi. 3-4 xil mahsulotni uzunga sotuvga chiqazib, qanaqa qilib ishlashini tushunib olganingizdan keyin siz mahsulotlarni tanlab olishingiz ham unchalik qiyinchilik tug'dirmaydi. Deylik, yuqorida sanab o'tilgan bosqichlarni bosib o'tdingiz, uzunmi-ichini o'rganib oldingiz. Endi nima qilishimiz kerak? Mahsulotlarni qayerdan olamiz? Arzon mahsulotlarni qayerdan olishimiz mumkin? Qancha miqdorda olishimiz mumkin degan savollar turadi oldingizda. Birinchi bosqichda mahsulotlarni o'zimizning ichki bozordan
olganingiz ma'qul. Ana undan keyingi etapda siz yaxshi o'rganib olganingizdan keyin Xitoy bilan ishlashingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni arzon mahsulotlar faqat o'sha o'zimizni O'rizor, Abu Saxiy, Bekbaraka bozorlaridagi optoviklardan olishingiz mumkin yoki bo'lmasa ishlab chiqaruvchilardan olishingiz mumkin. Ishlab chiqaruvchilar bilan yaxshi kelishuv qila olsangiz, undan ham yaxshigina foyda olishingiz mumkin yoki Xitoydan mahsulotlarni zakaz qilib, bunda ham yaxshigina foyda olishingiz mumkin bo'ladi. Uzun marketda qanaqa qilib ishlashni o'rgandingiz, hamma past balonini tushunib oldingiz, lekin bildingizki, bu sferaga kirish uchun sizda mablag' kamroq ekan. Bunda nima qilsak bo'ladi? Shuncha o'qiganimiz, shuncha o'rganganimiz nima bo'ladi endi? To'lagan summalarimiz nima bo'ladi degan savol turadi. Bu etapda siz aniq kasbga ega bo'lganligingiz uchun menejerlik kasbini qilishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni o'sha ishlab chiqaruvchilarga, biznes egalariga aloqaga chiqib, ularni bizneslarini Uzun market, Yandex marketda faoliyatlarini olib borib, shuni orqasidan siz daromad topishingiz mumkin bo'ladi. Ayniqsa bu o'sha ishda ishlab turib parallel ravishda ishlamoqchi bo'lganlar uchun juda ham qo'l keladi. Men ko'pchilik shunaqalarni taniyman, shaxsan taniyman. Ya'ni o'zini ishidan ajralmagan holatda 2 ta, 3 ta, hattoki vaqti ko'proq bo'lsa 5 tagacha do'konlarni yurg'izib 10 million, 15 million daromad topishligi mumkin bo'ladi. Menejerlik xizmatini qanaqa qilib topish, uni qanaqa qilib olib borish kerak, biznes egalari bilan qanaqa kelishuv qilish kerak, bu haqida ham niyatimiz bor. Xudo xohlasa keyingi videolarimizni kuzatib borsanglar, bu haqida ham alohida video qilib chiqazamiz. Agarda sizga Uzun va Yandex marketda qanaqa qilib ish faoliyatini boshlash qiziq bo'layotgan bo'lsa, biz sizlar uchun alohida maxsus dastur tayyorladik va bu dasturimiz 2 oylik dastur bo'ladi. Ham onlayn formatda, ham offlayn formatda va ham individual ko'rinishda bu dasturdan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Kursimiz umumiy 2 oy davom etadi va bu 2 oy ichida siz nimalarni o'rganasiz. Uzun va Yandex marketda noldan boshlab toki o'sha sotuvga chiqish va sotuvni oshirish, topga chiqish strategiyalari, topda uzoqroq muddat turish strategiyalari, Zoom Selling Analytics servisdan qanaqa foydalanish kerak, Boost Top bilan qanaqa ishlash kerak. Xullas, uzum ichida nimaiki bo'lsa, hammasini od i do o'zimning tajribamdan kelib chiqqan holatda metodologiyasini ham o'zim tuzib chiqqanman. Hammasi o'rgatiladi. Bu kursimizda umumiy 6,5 millionlik qiymatli narsa sizga qaytarib beriladi. Ya'ni nima? Kurs ichida sizga 3 oylik YTTga dostуп beriladi. Onlaynda ham, offlaynda ham. Xohlasangiz shu dostupdan foydalanishingiz mumkin. Offlaynda o'qiydiganlar uchun 3 tadan 5 tagacha mahsulotdan biz sizlarga mahsulot bilan ta'minlaymiz va mana shu mahsulotlarni siz bizni YTTni ichida foydalangan holatda sotuvga chiqarishingiz va uzumni ichini o'rganib olishingiz mumkin bo'ladi. Zoom Selling Analytic servisiga 1 oylik dostup qo'shib beriladi. Onlaynda ham, offlaynda ham sizga kurator biriktirib beriladi. Guruhda va individual ko'rinishda kurator yordamidan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Har qanaqa savollaringizga javob berib boriladi. Faqatgina sizdan talab qilinadigan notebookingiz bo'lishi kerak, ya'ni uyingizda kompyuteringiz bo'lishi kerak. Kompyuter savodxonligi unchalik katta bo'lmagan insonlar ham eplab keta oladimi degan savol tug'iladi. Ha, bemalol eplab ketasiz. Yo'l-yo'lakay kompyuter savodxonligini o'rganib ketishingiz mumkin bo'ladi. Bu hozirgi paytda umuman muammo emas. Bu kursda onlayn ko'rinishida haftada 1 marotaba Telegram kanalda primoy chat o'tiladi. Video chat qilamiz va video chatda o'sha qo'shimcha video darsliklarga qo'shimcha ravishda yana haftada 1 marotaba darsliklar o'tib boriladi. Offlaynda ham, onlaynda ham qo'shimcha video darsliklar tashlab beriladi va har qanaqa savollaringizga 24 soat ichida javob berib boriladi. Bu kursda offlayn shaklda o'qiganlar ichidan yana shunaqa sizga bonus qo'shib bermoqmizki, 3 ta eng faol qatnashgan, hamma vazifalarni vaqtida bajarib borgan 3 ta insonni tanlab olib turib, menejerlik xizmatini ham o'rgatib boriladi. 2
oy mobaynida offlayn shaklda kelib, bizani komandaga qo'shilgan holatda qanaqa ishlash kerak, nima qilish kerak, menejerlik qilish uchun qanaqa taktikalarni qo'llash kerak, hammasini od i do o'rganib ketishingiz mumkin bo'ladi. Faqatgina sizdan talab qilinadigan qo'lingizda noutbukingiz bo'lishi kerak, ya'ni kompyuteringiz bo'lishi kerak va kursimizni maqsadi natijaga asoslangan kurs bo'lishi kerak. Men shuni niyat qildim. Ya'niki shunchaki o'qib chiqib ketish kerak emas. Har qanaqa pul to'lab o'rganayotgan inson nimadir natijaga erishsin. Qanaqadir miqdorda rizq topadigan bo'lsa, shunga biz ham sherik bo'laylik va uyga vazifalarni vaqtida bajarib borishingiz talab qilinadi. Kuratorlar sizni nazorat qilishadi. Uyga vazifalarni vaqtida bajaryapsizmi, yo'qmi, qanchalik darajada bajaryapsiz, bularning hammasi kunlik nazoratga olib boriladi. Faqatgina bu kursimizda 30 ta odam ola olamiz. Undan ortiq odamga mo'ljallanmagan. Birinchi to'lov o'qigan 10 ta odam uchun 20% bonusimiz bor. Agar bu kurs haqida yana ham to'liqroq ma'lumot olish xohlasangiz, ekranda nomerlar qoldiramiz, silkalar qoldiramiz, kontaktlar qoldiramiz. Shularga bog'lanishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa, bio qismimizda maxsus link qoldiriladi. Mana shu link orqali kirib ham kurs haqida to'liq ma'lumot olishingiz mumkin bo'ladi. Bu videomizni oxirigacha ko'rganlarga katta rahmat. Sog' salomat bo'ling.